Tövəndə mən bu tor bekatlarning ko'rinma yuzini yasagan vaqtimizda shuningdek izlash ramkasi degan izlash talchisini qanday yasaydiganligimiz, Photoshopda qanday ishlaydiganligimiz to'g'risida qisqacha dars so'zlayman. Buning uchun o'xshashlam yana hujjat tizimligidan shitki yangidan qurish buyrug'ini ijro qilib, buningki kenglik, egizlik parametrlarini o'zingizlar xohlagancha bekitsanglar bo'ldi. Oxir ko'rinishi oq rang, rang qanli RGB rang qanli bo'lgan bir betni ochma. Bu yerda men oxir ko'rinishni navbatda oxir ko'rinishdan keyin, ya'ni oxir rangninki rang bo'yicha seplaydiganligim uchun, oq rang qilmaydiganligim uchun oxir ko'rinishning rangini seplab deb qo'ydim. Bu vaqtda oxir ko'rinishning rangini seplab oladi. Oq rang emas. Oqqa mayilroq, ammo oq rang emas. Ondan keyin biz bu loyihada yo'l quraldiki tiktot bilan shaklli sizish qurolini ishlatamiz. Men bu tiktot bilan shaklli sizish qurolini ilib, eng avval knopkasini yasayman. Bu rangni men o'zimning tor betida qaysi rang asos bo'lsa, shu xil rangni asos qilib turib tanlab beraman. Ichki to'ldirilgan rangni. Siziqninki rangi bo'lmaydi. Ondan keyin egizligi 41 px bo'pti. Buningki sol taraf ichki bo'lingini aylanma, ya'ni yoy shaklli qilishim kerak. Tikalet bo'lsin, mayda shuni buning 9 px. Mana bu 9 px verdim. Mayadagi zanjirni besib qo'ysak, hammasiga biroqlam o'zgarib ketadi. Shunga buni zanjirni besiqli holat bo'lsa, ajratib deb uning yoqi bir taraf qilamiz. Ondan ikkinchi qadamda yana mush qurol bilan bir dona talch chizma, uzunroq talcha. Buning egizligi 41 px bo'lsin. Ondan keyin ichiga to'ldirilgan rang oq ranglik bo'lsin. Y'dagi qimmati o'xshash bo'lishi kerak ikkisiniki. Chunki y'dagi qimmat o'xshash bo'lgan vaqtida ondan keyin bu ikkisi mayada egiz pastga chiqmaydi. Agar y'dagi qimmat o'xshash bo'lmasa egiz pastga chiqib qoladi. Buningki o'ng tarafdagi bulonglarni 9 px qilib o'zgartirib o'taman. O'ng taraf 9 px, mana 9 px bo'lsin. O'zgartgandan keyin qarsam bir izlash talchisi hosil bo'lgan bo'ladi hozir. Oddiy izlash talchisi. Ondan mushu sizish qurollarining ichidagi shakl tanlash qurolidan ichib buningdan mau izlash belgisini ilib mayga sizib beraman. Muvofiq cho'nliqda qilib. Buning ichiga to'ldirilgan rang oq rang bo'lsin, shunda bo'lganda o'zgacha chiqadi. Ondan o'rinni muvofiq tanishayman. Tekst tahrirlash qurolini ilib Windows'ninki o'zininki xat ta'minlash ramkasidan Uyg'urcha xatni ta'minlayman deganni ilib Alqiliq so'zini ta'minlang deb kirgizib berdim. Xat nusxasi olib tuzdan bo'lsin, mana 23 px bo'lsin. Bekitdim. Bekitganning yoqi buning rangi ma oq rang bilan o'xshash bo'lib qolsin mayda, shuni buni sal kul rang qilib bekitib qo'yman. Ondan buning o'rnini muvofiq tanishib, shu tor bekatlardagi izlash ramkalarini mushkil shaklda chiqaramiz. Hammasiniki biroqlar men bularni tanishib, o'rnini bekitib qo'yay, sal o'tirib kelsin.